Bilarmidingiz? Tabiatning eng uslubli jonzoti xameleon ekan. U rangini shunchaki o'zgartirib qo'ymaydi. Buni butun bir shou bilan qiladi. Eng qizig'i, uning ko'zlari, ikkala ko'zi ikki tomonga alohida harakat qiladi. Bittasi ovqatni kuzatadi, ikkinchisi atrofni nazorat qiladi. Ko'pchilik o'ylaydiki, xameleon faqat yashirinish uchun rangini o'zgartiradi. Aslida ko'p hollarda u his-tuyg'ularni ko'rsatadi. Jahli chiqsa qorong'ilashadi, yoqtirsa yanada yorug'lashadi. Eng hayratlanarlisi, bu rang bo'yoq emas. Uning terisi ostida mayda kristallar bor. Ular yorug'likni turlicha qaytaradi, rangni o'zgartiradi. Xuddi tabiatning o'zi filtri bordek. Yana bir fakt, xameleonning tili tanasidan ham uzun. U soatiga 100 kilometr tezlikda otilib chiqadi. Endi savol, sizchi bu xameleon haqida yana qanday ma'lumotlarni bilasiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.